ishxonaga yangi qiz kelsa. Yangi qiz shumi? Kim bilan ishga chiqarkin, ha? Balla xo'jayin aytdi. Yangi qiz Umid bilan chiqarkan. Vahima qilmalar, endi qiz ekan u. Men do'konlarga tovar tarqatamiz. Men bulardan pul olamiz, tushundingizmi? Baloni ham tushunmasiz yuring. Aka, oy oxiriga asatgan yo'qoramizmi? Kassada 1 tiyin yo'q aka. Yo'q formatsiya oylik kam chiqadi, iltimos. Bizdan qarzinglar bor ekan, o'shani to'lab yuboraylik, iltimos. Mana. Bash do'konda ham qarz bor, lekin pul olish iloji hech kim ola olmagan. Hozir amallaymiz. Ya, bu do'kondan pul olmaydi. Mana. Nima hammasiga pul beryapti? Bilmasam. Bu nima keldi o'zi? Menga kredit berishmayapti, senga berishadi. Qancha 20 million berishdimi? 300 million berishdim. Nima xususiyati bor bu yuzni? Ha, bu tur britvani sotaylik. Formin britvalari sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Narxi ham yonbob. Yevropa standartlariga to'g'ri keladi. Hamma do'konga beryapmiz. Zo'r o'zi ham oling. Aka, britvamiz ko'p shart emas. Aka, britva olasizlar, firmadan edim. Olamiz. Mana vitrina tayyor. Nomeringizni bera olmaysizmi? Hammasini dardi shu. Hozir beramiz-da. Tovar kerak emas, bor. Shu xotinga narsa sotish juda qiyin-da. Ma'malliman. Eshitdingizmi, bu yurt 4 ta tug'ibdi bittada. Qaysi? Hozir tovar olib aytib beraman. O'sha bloger baribir ajrashib ketdi. O'zman metodim keyinchi? Siz iluring, men aytaman. Mana bu to'rdek domning ilu bor-ku. Qorni bir bor bo'lib qoladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Voy sharmanda, keyinchi? Siz mashinani sotib tugating, qolganini men bilib kelaman. Xo'p, kelishdik. Mana ish vaqtimiz ham tugadi. Ertaga vaqtingiz bo'lsa bitta o'rtog'im ham qarzi bor, shuni olib bera olmaysizmi? Olib beraman. Bo'pti, endi xabarlashamiz, xo'p. Yangiga qizni o'rash kerak. Mani xotinim haqida gapirma. Qachondan xotinni yasa olding? Bo'ldi, u bilan chiqaman endi, biznes zo'r bo'pti. Men chiqaman.